中落叶纷繁，星河间几番聚散，我偏要居住这曙光，任天残天难，围绕在你我之间，永恒的誓言不变，誓言般飞向空中后展开那飞苍的线，燃了眼里火尽边缘，一顾盼坠落心间深渊，逆着风影落中涅槃，征途上那远方的人会艰辛，征途上那从前的人不语初心。qism. 虽然火 Yong'in energiyasini olish imkonsiz uzilish kuragi bor olib borgan Syoyan ko'p foyda keltirdi. U ham eng ko'p tashlanardi, lekin o'qituvchilar uchun yangi tanani yaxshilashga yordam bergani uchun 要老弟 Syoyan Alloh keltirilishini umidini hech qachon unutmadi. 而陨落心炎 Va Fallenning eng ehtimoliy joylashuvi Ichki akademiya mashg'ulot maydonlari Blazinskiy Sky Olton minorasi edi. Yiqilgan yurak olov minora ichida yashiringan yoki ehtimol javob tez orada ma'lum bo'lardi. Ehtiyot bo'ling. Bo'lishi mumkinmi? 那家伙 U bola bu jazotni ko'rdi. Oqsoqol, nima bo'lyapti? 没什么。 Ko'p narsa, kichik bir voqea sodir bo'ldi. 你新火车 Bu yiqilgan yurak panjara sinovidan keyin nega u uyga bormaysiz? Albatta, men bugun bo'ldi. 切记不可 Bu boshqalar aytmasligingiz shart. Talaba tushundi. Oqsoqol, meni haydab yubormasligingizga. Xayr. Aynan o'sha paytdagi narsa. Buning juda aurasi juda qo'rqinchli. 看样子似乎 Biz yashil o't olovdan bo'lganga o'xshaydi. Ustoz, hech narsa deymizmi? To'g'ri. Bu yiqilgan yurak asl tanasi. 怪不得接 Uning dahshatli aurasi bo'lganiga ajablanarli emas. U nima bilan nima bo'ldi? U aniq emasmi? Ichki akademiya talabalar meridianlarni jilolash uchun o'zini kuchini do'qiga yetarli emasligi uchun kuchaytirishadi va tez mashq qilishadi. Aslida yiqilgan yurak asrida turishi. Ular haqida ham jasur. Menga ular o'zlarini yoqib yuborishi mumkin. Garchi u fazoviy qulub bo'lsa ham yiqilgan yurak olov halokatli kuchdir. 而且 Bundan tashqari u aql idrokka ega. 是要破龙 Ertami kechmi u qafasdan chiqadi va o'sha paytda bu minora bir zumda vayron bo'ladi. Ammo o'sha payt ichki akademiyadagilar bularni to'xtatishga harakat qiladi. Keyin bu bizning imkoniyatimiz bo'ladi. 1-2 yil ichida shunga harakat qilmadikmi o'sha daqiqa uchun? Tushundim ustoz. Men bu imkoniyatni boy bermayman. Biroq, samoyo'li olingan bo'lsam, qanday takomillashtiraman? Uning aurasiga qarab,
U hatto 8 imperator ham tosh bera olmaydi. Bu albatta juda qiyin, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Agar siklga yo'lakalangan so'ng voz kechishga tayyor bo'lsangiz, keyin albatta boshqasini topamiz. 一伙哪有这么 Bu 好找？ yo'lni topish unchalik oson emas-ku. Bu Syoner xoni bo'lishi kerak, to'g'rimi? Uning go'zalligi haqiqatan ham g'ayratli. Garchi o'sha Syoyan sizni bu yergacha olib kelgan bo'lsa ham, afsuski uni kuchi bilan. U hechki demak hech narsa emas. Bunga ergashish faqat sizni surishtiradi. U vaqtida bo'lsangiz sizga g'amxo'rlik qilaman. 不劳你多费心。 Boshqa tashlanishga rozi bo'lmayman. 好个倔强！ Qanday qaysar temperatura, Bayshan, ularga guvohlik qilaylik. Yangi talabalar va eski talabalar o'rtasidagi kuchni hujumga qilamiz. Bu yigit qaytib keldi. Syoyan aka. 接下来交给我吧。 Qolganini menga qoldiring. Ajoyib. Syoyan. 我还以为你听到 Men sizni bu xabarni eshitib qochib ketdi bo'ladim. Bayshan, kim o'ylardi biz sizni uyatsiz deb. 以前我还真是有 O'shanda men haqiqatni ko'r edim. Boshqa odamlar ishonish tashvishlanadi. Yana nimaga eshitmoqchisiz? Syoyanmisiz? 斗灵强者， 8 darajali amaliyotchi. 我最后再说一遍， Oxirgi marta aytaman, alpon to'lovlarini darhol topshir. Olov energiyasi bir qismi yetishmayapti. 若是不， Yo'q desam nima bo'ladi? Keyin men sizni bo'ysundiraman. 这样吧， Bu haqiqatan ham yakkama-yakka jang qila olasam, agar g'alaba qozonsam men barcha olov energiyasini topshiraman. Agar yutqazsang, keyin 3 oy davomida Oqto'da bizning talablarimizga javob beradi va bunga rozimisan? 宝大哥，别答应他， Syufa, bunga rozi bo'lma. Bu onamning ko'zi bor. 连罗佛都败在他手。 Liu Hun undan mag'lub bo'lgan ko'rmadingmi? Liu Hu endigina jangovar ruhga erishgandi. Bu mag'lubiyatga hech narsa emas. Keling, tezroq boshlaylik. Agar men g'alaba qozonsam, barcha topshiriqlarim va honorligasi va uni to Oqto'dagi qo'shiladi. 若你输 Syoyan 了会怎 aka, 样？ davay Olga. 若我输了， Agar g'alaba qozonsam Oqto'da va'da beradi. Yarim yil davomida sizni bezovta qilmayman. Qanday? Syoyan aka, davay bosing. Ha, jang. Jang. Bu talablarni yaratishni ko'rsating. 星儿， Syoner, yarim yildan keyin Oqto'dani men yo'q qilaman. 开始吧。 Boshlaylik unda. 这萧炎啊， Bu Syoyan, qatdan tashqari. 是啊， Aynan. 今日就让我去 Buni 你 ko'raychi. 是否 Mish-mishlar aytgandek kuchli ekansan. 天虎三玄变， Osmon olov uchsili o'zgarishi, yashil lotus o'zgarishi. Ma'lum bo'lishi, siz kuchingiz majburan oshiryapsiz, to'g'rimi? Siz Liu Huni mag'lub etganingiz ajablanarli emas, ammo bundan ichidan siz o'zini yo'q qiladigandan kuch sizning ko'zingiz ko'r ekan. 今日让你见识 Bugun men guvoh bo'lishingga ruxsat beraman. 8 darajali amaliyotchining kuchini. Syoyan o'sha odamga qarshi g'alaba qozona oladimi? Ishonchim komil emas, hozir ko'p narsani ayta olmayman.
点本事。 Demak, sizda qandaydir mahorat bor. Bunchalik mag'rur ekaningizda ajablanarli emas. Garchi hozir qisqa vaqtda men Faonni yengishga, Greenlock yo'qolishi bilanoq bu kurash davom ettirishim qiyin bo'ladi. Keling buni bir zarbada tugataylik. Oltin arslon, bo'kirishi. O'qtali portlash. Xiaoyan aka g'alaba qozondi. Biz yutdik. U yutdi. 富豪输了， Vohu yutqazib uni olib keting. Biz qilgan yaroni eslanglar. 富豪这蠢， Vohu, bu ahmoq. Bu yulduzni 8 daraja deb o'ylasa nima qildi? U seviyani yarimlik mag'lubiyat berishi mumkin emas-ki. Ketdik. Jin ursin. Mayli. 没事了。 Biz hozir yaxshimiz. Katta Suyan aka, bu safar sizga yana rahmat. Axir biz hammamiz bir jamoamiz. Keyingi safar ham undan keyingi safar ham, undan keyin yong'in musobaqasida ko'plab narsalarni bekor qilamiz. Doimiy biz bilan bo'ling. Agar biz narsalar Suyanga topshiraversak, biz qanday bo'lib kuchayamiz? 萧炎学长， Katta Suyan aka, ajablanarli. 您是否有 Joy, agar siz o'zingiz himoya qilish uchun ichki akademiya fursiyani bo'lsangiz, ehtimol Suyan aka biladi. Bu ichki akademiyada birovning kuchi nihoyatda katta bo'lmasa, yolg'iz narsalar bo'lmaydi. Ba'zi muqarrar muammolar bor. Faqat yetarlicha kuch fraksiyasi. Bu qiy tozalash yuqori darajasiga erishish uchun katta yo'l. Ichki akademiya fraksiyasi juda murakkab ekan. Sizni menga barcha talablaringiz bu yangi fraksiya tuzaladimi? 以萧炎学长如今的 Katta Suyan aka talablar orasida hozirgi narsa mutlaqo mumkin. 如果萧炎学长有此 Katta 打 Suyan 算， aka, bunday rejalaringiz bo'lsa, keling unga ergashaylik. Shunday qilib, siz yangi talablarni boshlig'i bo'lasiz. Juda ham yaxshi. Suyan aka, sizni boshqarishga men roziman. 那些老生也看我们不顺眼。 Sizga ergashamiz. Bizga fraksiya bo'lsa, bizga yana fraksiya qo'shiladi. Shunchaki xo'rlashlar bo'lmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Suyan aka, ko'rdingizmi? Hammamiz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. 校园哥哥， Suyan aka, aytganini biroz ma'noga ega. Biz yangi himoyachilar o'zimizni himoya qilish uchun fraksiya tuzishimiz kerak. Agar birodar Suyan aka keyinroq Jiha opa va hamma narsa bo'lsa, nima bo'lganda ham biz allaqachon jamoamiz, fraksiya bo'lgan edik. Demak, hamma menga ishonar ekan. Men hammani boshqaraman. Birgalikda ichki akademiyalar mustahkamlaymiz. O'zimiz uchun, barchamiz uchun. Birgalikda.
那萧炎学长， Seoyan aka, siz bundan buyon bizni xo'rlamaysiz, to'g'rimi? Yangi talabalar fraksiyasi nom beramizmi? 我希望我们这支新生师 Umid qilamanki, bu Seoyan yangi talabalar ichki akademiya jangilar o'rmonida tosh Muxon akasi. Keling, bularni hammasini kurtaylik. Boulder sektasi qilamiz. Bolalar eshitdingizmi? Bundan boshlab biz Boulder sektasi a'zolarimiz. Boulder sektasi hozirgi holat aniq bo'lishi kerak. Oqto'da shunchaki ketdi. Yarim yildan keyin yana ular qasos olish uchun keladi. Yarim yil ichida biz tezroq kuchimizni oshirishimiz kerak. Keyin o'sha ularni xo'rlaymiz. Shuning uchun ertadan boshlab Boulder sektasi barcha a'zolarni tezroq mashq qilishimiz shart. Ha. Avvaliga men bu kabi yutqazmoqchi emas edim. Bu odamni kim boradi? Haqiqatan ham u texnikadan foydalanyapti, aynan. Bu Seoyan mutlaqo jirkanch. Ko'rinishdan u yangi talabalar Boulder sektasini deb nom qo'ydi. U bizni hurmatsizlik qilyapti. Bu to'g'ri. Ularning hammasini bo'lishimiz kerak. 还嫌丢人？ O'zingiz yetarlicha sharmanda qilmadingizmi? Agar siz tasodifan va'da bermaganingizda biz ularning nomlari egasini olishimiz mumkin edi. 如今约定 Ammo o'zidagi shunchalik qachon ichki akademiya orqali tarqalib bo'ldi. Chora ko'rsam boshqalar meni masxara qilmasmidi? Oqludangiz ko'rmoqchi bo'lgan ichki akademiyadagilar jihatdan u kuchli ekan. 成哥， Chen aka, siz haqiqatan Seoyanni guruhiga yarim yildan bo'lmoqchimisiz? Yarim yil ichida ular juda ko'p kuchayishi mumkin. Vaqt kelganda men shaxsan Seoyanni hal qilaman. Mana do'stlar, bu animedan tugatib oldik. Anime homilga asosda ovozlashtirildi. Ovoz berdi Muhammad. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman do'stlar. Biror yillarda juda ham ovoz ko'paygan, shunga qiynalib qoldim. 尘埃纷落夜深邃，地狱狂风发似飞，疑惑追可曾彷徨疲惫，一抹天烟素相随，彼时身影共进退，风情终是不迷雾而归。 我踏破云烟往前走，不与是是非非的阴谋，振翅而飞，是战斗，绝不退后。那个不谈少年，一路脚不回头。